Bugun Andijonda ob-havo bitta reski yomg'ir bo'lib ketdi. Mana Andijonda qora bulutlar yo'q. Lekin biz ko'rmaymiz, lekin ular o yoqda bor. Bizga ko'zimizga ko'rinmaydi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib uylarda o'tiraverasizlar. Sizlar ho'lizni ho'l bo'lib ketasizlar. Mana ukam mana aqli hozir cho'milib oldi. Ko'p qora edi, oq-poq bo'lib qoldi. Singlim kulyapti. Mana ukam qochdi o'sha. Yomg'irni quyayotgan qayelar. Bugun Andijondagi ob-havo. Qaranglar. Yomg'ir, juda qattiq shamol. Mana ukam oqarib ketdi. Mana ukam o'tiraman deb tushib qo'ydi.